ba'zi bir isqirt, endi ularni kim deymiz bilmayman. Isqirtlarga tegishli bu narsa. Mashinani zamin kuzib qilib almashtiryapsizlarmi? Borini boricha etib sotinglar $400, $500 qimmat ketar ekan deb xalqni, dehqonlarni aldab itarmasdan konkret borini boricha aytib sotish kerak. Ukam hozir telefon qilyapti, aka, mashinam bor, sotib bering deyapti. Ba'zi birlarga deyapman, hamma ham hali nima emas. Misol o'zim ham zamin kuzib qilaman, detalni sepsam, detal kirasiga suya bosilgan deb turib, borini boricha aytaman. Ukam telefon qilyapti, aka, mashinani zamin kuzib Nexus uchun bor. O'shim hech katta kraskasi yo'q, detallari ham o'ziniki, zibor kuzib taqilgan deb ukamga sotgan ekan o'zi aslida. Endi hozir bitta mashina chiqib qoldi, yaxshi mashina chiqib qoldi, aka, bu ham zo'r, faqat sal o'smoqchiman degan maqsadda olib kelishdi. Mashinani sotgan paytida zibor kuzib taqilgan degan ekan. Nexus zibor kuzubi $3,500. Suyedi o'zi $800, $900. E'tibor beringlar. Ukamga ham xuddi shunaqangi deb zibor kuzib sotishgan. Tekshirdik, mashinada mana detallari polностью kraska qilingan, faqatgina suyedi o'zi, kuzibni o'zi almashgan chiqyapti. Shunaqangi qilib aldasham umuman to'g'ri kelmaydi. Faqatgina mana ikkita eshikda o'zi radnoy chiqdi, xolos. Arqa bagajda ham o'sha mashina o'zida o'sha holatiga kelgan ekan. Kapotni Xitoy qo'yib yuborgan ekan. Mana ikkita eshikda o'zida kraska yo'q ekan, lekin buni ham shunday restorga qo'yib yuborgan. Bunaqangi hali mayda pachaqchalari, joylari bor ekan. Men sizlarga aytaman, shuning uchun ehtiyot bo'linglar, hushyor bo'linglar. Mana shunaqangi vaziyatlarda aldanib qolmanglar deb. Hech qachon zibor detalda mashinani mana shu nimalarini, shunaqangi boltlarini unaqangi qilib, haramdek qilib yechib, taqib qadab o'rmaydi. Bu video ham kimgadir tegyapti, kimgadir tegmayapti bilmayman, lekin men borini boricha ko'rsatishga harakat qilyapman. Uka, shu kapotingiz ham yaxshi yopilmayapti. Hushyor bo'lib yuring. Hozir men ochsam ochiqqa o'xshab turibdi bu yana. Tortib oling. Detallari ham kraska ekan. Hozir detalni kraska emasligini hozir bittasi qanday qilib aniqlashgacha ko'rsatib qo'ymayman. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, xudo xolasa, ketkizgan vaqtlaringga achinmaysizlar. Opa. Hozir nimalarni qo'yib olay joy-joyiga. Opa. Opa. Mana qaranglar. Mana bu germetika Xitoy kapotga biz kuyadigan germetika bilan bir xilda. Mana shu germetikalarga mana kecha videoda aytganimdek, xuddi shu aytganimdek, germetikaning rangi nima bilan bir xil, hech qanaqangi rangda shinmagan, sababi bu zavod sepilmaganda bu. Kecha aytdimizlar, yo'q, ichidagi nimalarni qaranglar, mana boltlariga kulush tekkan joylari, mana bu boltga kulush tekkan, u boltga kulush tekkan. Bunga konkret suya qo'yilgan xolos, o'sha $8 ga suyada olib turib, o'sha suyada o'zini qo'ygan xolos. Endi bunday qarasalaring, yaxshilab qarasalaring, buni ham lekin radnoy berishgan ekan, radnoy. O'zi mana chiziqlari ham bilinib turibdi. Agar uzoqroqda bo'lsa ham oqqan patyoklar bilinib turibdi. Mana shu kuzib tom ikkita suya radnoy, mana eshik radnoy, lekin restorga qilish kerak. Arqa eshik radnoy. Bagaji kuzibni o'zida kelgan bagaj ekan. Bagaj ham radnoy ekan. Uni bilishni yo'li, men bitta boltga qaradimda, keyin mana tagidagi mana boltga qaradim, bu boltlari yechilmaganligidan bildim, что bagaj kuzibni o'zida petlilar, mana ikkita petli bilan birga kelgan ekan. Mashinani boshqa viloyatdan olgan, Qo'qonlik ukam. Olgan o'sha paytda aka arzonchiroq bo'ldi deb shoshilib olibman. Ana endi hozir shunaqangi holatda deyapti. Nech pul qo'yib berasiz kanalingizga deyishdi. Uka dedim, 2018 ekan, 240 ming yurgan, zamin kuzib qo'yilgan, detallari shu o'ziniki qolgan detallarni sepilgan. Ikkita eshik radnoy, bitta arqa bagaj radnoy, qolgan joyi o'sha qolgan detali kraska suydan tashqari, lekin suya haqiqatan yangi suya qo'yilgan ekan. Uka dedim, buni dedim, mashinani eng oxirgi narxi dedim 4900, 5000 da pastida bo'lsa dedim, kanalimga qo'yib beraman dedim. O'shanda ham ayblarni etib qo'yib beraman. Mag'rur kelgan odam olaveradi. 2018 mexanika mashina. Xo'p, ichlari anchagina yaxshi ekan. Telefon bo'lyapti sizga. Ichlari anchagina yaxshi, ustunlari ham o'ziniki turibdi. Hamyon bir qator bir boshdan kuzatib chiqib turib, keyin sizlarga video qilib, endi bor holati shu ekan. Nech pul qo'yib berasiz? 4900 ga uka dedim, kuniga o'tasa qo'yib beraman. Yoki unda minib turaveraman deb, to'xtang, men bitta video qilib olay, mana shunaqangi. Xo'p, aldanib qolishmasin qo'yganlar dedim. Shu uchun zamin kuzib mashina olyapsizmi?
Rostini so'rang. Aka, detallari kraskami? Kraska emasmi? Zamin kuzibdi, aksariyat katta ehtimolda hozirgi holatda suyedi o'zi qo'yiladi. Nexus'lar suyi sal qimmatroq bo'lishi mumkin. Sababi 2023 dan keyin chiqqani yo'q, ham kam. Shuni hisobga rasa bo'lsa $1200, $1000 atrofida. Gentralar, ular ham to'xtagan, lekin kuzovi arzon haligacha $800-900 ga lyuksiz kuzovlar topsiz bo'ladi. Suyedi o'zi aytyapman endi men sizga. Zibor holatda, detallari bilan qo'yilgan holatda olaman siz $3,500 atrofida olasiz ularni. Shuning uchun olayotgan narsalarga aldanib qolmaslaring. Biz shunga xursand bo'lamiz xolos. Shuning uchun e'tiborli bo'ling, videolarni ko'ring, kuzating, yaxshilab e'tibor bering degan videolarni ko'p chiqaryapman. Shu odamlar ko'p aldanib qoladi, keyin mana bunday holatda keladi ekan yonimizga. Cho'chin zamin kuzib bo'lgan mashinani detalini yechadimi? Hech kim yechmaydi. O'zini sal qayirib to'g'rilamasa, atak vaqti yechmaymiz biz ham. Sababi kulchga, boltga kulch tegib qolmasin degan maqsadda yechmaymiz. Buni u nari radiolarning yechilgan sababi o'sha bu boshqa nimaga kuzibga ko'chirilganligi oqibatida yechilgan. Mana bu tomonga kulch tegmagan, bu tomonga kulch tekkan. Shunaqangi allanib qolmasliklaring uchun shu bu videolarda qilyapman, qadrdonlar. Bo'lmasa menga bunaqangi video qilib chiqarish nima uchun zararli? Sal o'ylab qarasak. Bunaqangi katta nimasi yo'q, zararligi yo'q. Sizlarning layklaringni olaman deb kimlargadir ham aniq men yomon kun turganim aniq. Mana shu mashinani, mana shu petliklari o'ziniki bo'lgan. Petli bagaj bilan birga kelgan. Mana shu zavodskiy, mana zavodskiy o'sha rangi ham boshqacha kelmayotgan rangi. Like bosamiz, poddержкада bo'lamiz. Oxirgi narxini 49 ga men baholadim, 4900 ga. Ukam yo'q, aka, minaman deydi, o'zlari nomiga avtomobildan qilib olishgan ekan mashinani. Shu Toshkentdan olib kelishgan ekan. Qadrdonlar, like bosinglar, shunaqangi kuzatib borsalaring, xudo xolasa bundan ham qiziqarli kontentlarni va qanaqangi mashinalarni obzor qilishimni kuzatib boraman. Bir boshdan urilgan bo'lsa ham urilganligigacha aytib, borini boricha aytib o'taman. Nima aytdiki, ustunliklar ham yo'q shekilli, ha? Yo, u yuraveradi, u bu yerda. Tarab turadigan usudir bo'lardi-da. Aytdi, bitta ham bolt ko'rinmayapti. Aytdim, bolt chiqib turish kerak xotyapti. Usti tagiga qo'yiladigan.